katta buqalardan, havolar bilan tanishtirishda sizlar uchun Asaka O'zbekiston Payshanba bozoriga yetib kelganmiz. 13-avgust bo'lyapti sanamizga 2026-yil. Assalomu alaykum hurmatli YouTube va Chorva ish bozori. Ancha-muncha tanaffusdan keyin men sizlar uchun yana Andijon Asaka Payshanba bozoridan bozor narx-navolar bilan yoritib berish uchun bozorga tashrif buyurdim. Xudo xolasa sizlar uchun bugun men qo'ldan kelgancha bozorda semiz buqa narx-navolarni yoritib berishga harakat qilaman. Bozorda mollar yetarlicha yaxshi kirgan. Ha? Aka qanaqa ekan mol? O'ta kishi. Tonnaga yaqin bo'lsa kerak bu molni. Tonnaga yaqin ashini yonaverdi-da, 900 kg tepasida aniq endi misol. Tonnaga yaqin mol mana shu molimiz ham. Egasi kim ekan buni egasi? O'ta kuchli, bozordagi eng kuchli buqalardan bittasi ekan mana shu molimiz ham mana. Bu ham katta ekan. Ha, bu ham o'ta katta ekan. Bo'ylari ham 1,5 metr atrofida keladi. Bu ham mana shunaqa bir 900 kg yonaverdi mollar. Mana o'sha ham o'sha bozorda bunaqa mollardan ancha kirgan mana. Xo'p, soatimiz ham bir 6 bo'lyapti. Hali savdolash juda boshlanib barakalar bo'lgani yo'q, lekin sizlar uchun sekin-sekin ko'rsatib qo'yaman mana. Ikki mavsum ko'ryapsizlar. Bozor o'ta baliq bo'lib ketgan mollar, mashmoqlar bo'ladi. Ko'ringlar. Angus. Necha ustoz? Mental. Bosh. Bu yerda mana shu qizil buqamiz. So'ramadimmi olinsa? Qizil buqamiz sotilgan ekan mana. Mana shu buqamiz 66 ming so'mdan 66 ming so'mdan taroziga sotilgan ekan. 800 kg ham kelgan ekan molimiz mana. Hozir kilosi esimdan chiqib qoldi. 800 qancha kilo ham kelibdi mana shu molimiz 66 ming so'mdan 10 kg skidkasi bor ekan. Hoji aka nech pul beryapsiz bunga? 40 million so'm. Tarozigachi? Turishiga 40 million so'm pul berishyapti mana. Turishiga 40 million so'm akalarimiz mana pul berib savdo qilishyapti. Xolos kimdan aka akalar? Xo'p. Hoji aka qasimga pul beryapsiz? Boyga. Nech pul? Endi. Egasi hozir keladi. Bitta savdo qilganingiz bormi? Yo'q, savdo qilmadik. Yo'q, ketdik. Xo'p, shunaqa gaplar. Mana shu qizil buqamiz ham 65 ming so'mdan taroziga savdo bo'lyapti ekan mana. 65 ming so'mdan bermayapti ekan. Akamiz savdo qilyapti. Mana holat. Ixcham kichikroq, taxminiy 480 kg, 470 kg atrofidagi buqa, 500 kg ga yaqinroq. Hop, ketdik endi, sekin yoritib beraveramiz. Mana semental kimdan aka? Kerak semental. Bo'lmasa aka, pul qilyapsizmi buni? Pul beryapsizmi? 50 million 500 ming so'm. Pul beribdi mana akalarimiz. Mana mana shu qizil buqamiz savdosi avjida ketyapti mana, avjida. O'ta qizg'in ketyapti mana.
Ketdik, davom etamiz xullas. Ko'zi bayroq bo'lib qolamizmi bo'lyapti? Ko'zi bayroq bo'lib qoladi. Hop, mana yerda oq butamiz ham bor ekan, katta. Ko'ringlarchi. Numara yo'qmi? Numara yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz Akbar hoji nomini ayting. Bu oqmol kimdan keladi? Shvedchi shved. Bu ne o? Neç pul bu? 60? 60 milyon kam bor ekan mana. Bu ni ham o'zi ham o'ta zo'ridan ekan mana. Neç pul berdi aka bozor? Neç puldan? 66,5? 66,5 ming so'mdan tarozi so'rayapti. Xo'p, hali bozorimiz vaqtli syomka bo'lyapti. Shuning uchun hali bu narxlar o'zgarishi mumkin. Chunki soat 7 dan keyin o'zi narx-navolar, haqiqiy savdolar, barakalar 7 dan keyin bo'ladi. O'zimiz ham mol sotgani kelganmiz. Shuning uchun ertaroq syomka qilib qo'yishga harakat qilyapmiz. Chunki o'zimiz ham mol sotgani kelganmiz. Vaqtimiz bo'lmay, syomka qila olmay qolish ehtimolimiz bor. Shu qo'ldan kelgancha bozorda oldinroq syomka qilib qo'yapman. Mana yana semiz buqalar qator. Ko'z yumishki. Milliga necha pul berasiz? Boş. Aka sizdanmi buqalar? Taroziga bugun o'rtacha necha pul olyapti aka? Ha? 68 ming so'm so'rayaptimi? Ko'rasiz, ha, qoralar. Mana qoralarni 68 ming so'mdan so'rashyapti mana. 68 ming so'mdan mashina so'rayapti. Mashina kuchli bola ekan dedi. O'ta kuchli bola ekan. Ketdik endi, davom etib, sekin narx-navolar ko'rsatib boraveramiz. Maydaroq buqachalar. Aka, mana shu molda necha puli bordi? 26 million so'm kami bor ekan mana shu molimizda. Sizlar uchun ma'lumot o'rnida ketdi bu ham. Ketdik. To'g'a, qaysi biri sizdan? Bu bolalar egasi menman. Mendan o'nardan. Xo'p bo'ladi. Bolalar 4 dan bugun? Gap yo'q. Taroziga necha pul o'ryapti o'rtacha? Taroziga 70 mingdan deyapti. 70 mingdan deyapsizlar. 70 ming so'mdan deyapti ekan. Ketdi mana sekin. Mana bizdan pul topishyapti. Biz telefonimizga pul solish bermasa deyapti mana. Videoga olishimizga qarshilik bo'lyapti hozir mana shu yerda mana. Hazırlaşatdi endi, hazırlashib narx-navolarni mana lekin mana shu ham o'ta kuchli ekan mana. Kimni moli bo'lsa ham juda ham chiroyli mol ekan mana. O'ta lider mol ekan. Bu qorani egasi kim tog'a, qorani egasi? Qora ham yaxshi ekan. Hokimdan keladi mol. Necha pul aka bu mol? 65 million. 65 million. Bozor nima deyapti aka bunga? Bozor endi keldi. Bozor. Mana qorani egasini tanimaysizmi? Men. Vahshi kuchli ekan mana. Bu necha pul? 53 million. 53 million. Lekin o'ta ham kuchli mol ekan emas.
savdo bo'lmabdi hali. Yurgani foyda. Olib sotmayman. Ketdi akalar aka. O'zim bilasan, maqtab qo'y, yolg'onchiga men-menu. Assalomu alaykum. Qaysi savdo qilyapsiz? Qo'ng'irdimi? Hech puldan? 67'den desek 70'ti. Men nima solgan Messi bo'laman. 67 deysan men. Ketdi. Mana mol kimdan aka, mana mol? Hech pul bu. Hech pul bu. 70 Taroziga 70 mingsan mana. Zo'r ekan molingiz. Molingiz o'ta zo'r ekan. Zo'r ekan. Men videochiman. Malollar kimdan ekan aka? Malollar tog'a? Qaysi mol? Alimjon akamdanmi? Masha akamdan. Voy bo'lib qo'yay Masha akam. Meniki emas, meniki. Nima mollari bu? Mashadan. Egasi mening molim deydimi? O'z birovning molini ham mening molim deb olaveraman. Meni molim hammasi. Hech pul aydi. 70'dan kami bor. Deb ko'rgan odamlarga ishonib bo'lish kerak yo hali yolg'on ma'lumot berganlarga hozir bunaqa bor, jinoiy javobgarlik bor. Xo'p, bozorda mana shunaqa yolg'on ma'lumot beradigan aka-ukalarimiz ham bor-da. Nima qilasiz endi mana qilib? Yo molingiz olmaydi, yo nima qilmaydi. Ha, Jasur aka? Gaplashamiz. Yo mol, yo cho'rniga. Yo cho'rniga tiqib qo'yadi. Ana shunaqa odamlar ham bor, ehtiyot bo'laverasiz sekin. Xo'p, ketdik. Davom etamiz. Rossiyskiy mollar mana, rossiyskiy. Rossiyskiy buqara sizlarnida aka? Mollar sizlarnida bular? Necha puldan bo'lyapti bozorga? Narx-navolari? 66 dan bermayapti mana. Uchalasi ham o'zingiz molingiz mana. Uchalasi ham akamiz mollari mana. Ko'rsatib boramiz. Yaxshi mollar ekan, lekin bular yoqsiz bo'ladi. 70 ming so'mdan sotsa yaxshi mollar sotilishi kerak edi. Sababi bular yoqsiz bo'ladi, o'zim ham baqqanman. Bunaqa mollar yoqsiz mollar bo'ladi. Xo'p. Sekin asta ko'rsatib boraveramiz. Aka sotildimi bu? Ha bu bolasi. Yerda qiziq mollar bor edi. Mana shu yerda ham sizlarga sekin ko'rsatib bera olaman. Mana shu buqalardan ko'ringlar, yaxshi buqalar mana shular. Mana shu joyda 70 ming so'mdan hali savdo bo'layotgan katta sementalimiz bor. Shuni ko'rsatib qo'ymasak bo'lmaydi mana. 70 ming so'mdan savdo bo'layapti shu molimiz. Voy. 70 ming so'mdan savdo bo'layapti, berilmayapti. Egalarini topib. Aka necha pul bor oxir endi? 70 mingdan bermayapmiz. Hali ham shunday 70 ming so'mga, 70 ming so'mdan berilmayapti ekan. Lekin bozorda katta buqalardan bittasi mana shu ham 900 kilo atrofida bo'lgan katta buqa, faqat o'rtacha buqalar tarafga kirib qolibdi, nari tarafda turish kerak edi bu. Kichikroq buqalar tarafga baylanib qolibdi endi bu mol. Sizlarga tushunishinglar uchun mana bunaqa qilib video qilib beraman mana. O'ta katta mana. Realni katta mol. Mana shu svet ham yo'lam yo'qqa kiryapti. Sotildimi aka bu? Necha kilo bu?
Bozorda narx-navolar shunaqa gaplar, rakiblar narx-navolarda shunaqa gaplar. Qo'ldan kelgancha video syomka qilib berdik. Instagram va YouTube'da bizni tomosha qilib olinglar. Xato kamchiliklarga rozi bo'linglar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.